Yaponiyada homiladorlar ko'riga qani ketdik. Birinchi kirishimiz bilan shaxsiy neft kartamiz orqali o'z talonimizni olamiz. Talonda qayerga borishimiz va nimalar qilishimiz haqida ko'rsatilgan bo'ladi. Meni holatim bo'yicha bugun ikki xil analiz, sidik va qondan analiz olishadi. Har bir analiz oladigan idishlarda patsientning nomi, shtrix kodi bo'ladi, adashib ketmaslik uchun. Analizlar topshirilgandan so'ng ginekologiya xonasiga kelib, ves va davleniya o'lchanadi. Vesimiz va davleniyamizni o'lchab olib, ona-bola kitobchasini doktorlarga topshiramiz. Ular esa bizni temperaturamizni o'lchab olishadi. Undan so'ng o'z navbatimizni kutamiz. Navbatimiz ekranda namoyon bo'ladi. Navbat kutish juda uzoq davom etishi mumkin. Ba'zi hollarda 1 soat, 1,5 soatgacha davom etadi. Navbatimiz kelgandan so'ng ginekolog huzuriga kiramiz. Ginekolog ikki xil usuldagi UZIni o'tkazadi. Biz topshirgan analizlarning javobi o'sha ginekologning qo'lida bo'ladi. Ginekolog bu analizlarning javobiga qarab bizga o'z tavsiyalarini beradi. Bundan tashqari tug'ruqqa tayyorlanish uchun ko'pgina ma'lumotlarni ham beradi. Hozirgi holatimda har 2 haftada bir marta qatnaymiz. Har qatnaganimizda UZI albatta qilishadi. Hozirda Yaponiya bolnitsasining plyus tarafi men uchun topshirgan analizimiz sirasi tayyor bo'ladi. 1-2 kun kutish shart emas. Doktorlar har bir detallarini tushuntirib, tug'ruqqa tayyorlab borishadi. Qiziqtirgan barcha savollaringizga javob berib, yaxshi muomala qilishadi.